Bozor dalshi buzib ketdi. Bozor cho'ch bo'ldi. Ya'ni уже boss bo'ladi. Order blokda mana ko'rilgan qisman reaksiya oldi. Yo'q degan notice pip suraveradi degandim. O'zi yurib berdi anchagina va reaksiya olib tepaga buzib ketdi. Endi bizda bu yerda cho'ch bo'ldi. Ya'ni buy sell trenddan buy trendga o'zgardi. Xo'sh, endi biz nima qilamiz? Pastdagi order blokdan buy chiqishga harakat qilamiz. Order blokda aytdim, breaker blokda aytish esdan chiqib qolibdi. Ya'ni bozor sell trendda o'ynayapti. Ya'ni order flow bor, ketdi. Bozor impuls bilan reaksiya olib ketadi. Ya'ni mana bu yerda order flow bo'lsa, order flowdan yo'q degan 30 pips yuraveradi dedimi bundan oldin? Reaksiya olib keyin ketadi dedimi? Yo'q, bunda unaqa bo'lmaydi. Impuls bilan buzib ketadi va shu joy keyinchalik buy chiqishimizga go'yoki bitta order breaker blok vazifasini bajaradi. Ya'ni orqa harakatida shu zonadan buy ketish ehtimoli yuqori. Yo bo'lmasam bir donagina qizil svecha ham bo'lishi mumkin. Endi vaziyatga qarab, endi buy trendda ham shunaqa. Bozor marta blok bo'lsa, reaksiya olib ketadi orqa harakatidan. Mana shu breaker blok vazifasini bajaradi. Ya'ni reaksiya olmasdan impuls bilan buzib ketadi. Mana shundan keyinchalik sell tushishimiz mumkin. Xo'sh, bizda mana bu yerda o'sha breaker blok shakllangan, ya'ni bu yerda order blok bo'lgan. Order blokdan reaksiya olmasdan bozor dalish ketgan. Shu ikkala joydan buy kutamiz hozircha. Xo'sh, bozor qaytdi. Yo'q, qaytmadi, dalish uchib ketdi. Bizda mana bu yerda yana bitta order blok emas, order flow bor. Bozor kelmasdan yana bir marta sindirdi. Bu asosan ichki strukturaga kirib ketadi. Ichki strukturalarni ham endi sekin o'rgataman. Cho'tka yuraverdi. Bizda orqa yatkatta yana bitta order blok bor. Orqa yatkat qilmadi, yana bir marta buzib ketdi bozor. Polniy aybos bo'lib ketyapti. Ya'ni ichki strukturani, bozor strukturasi mavzusida tushuntirib o'tish esdan chiqib qolibdi. Uni alohida video qilib chiqaraman. Вот order flow va bozor reaksiyasiga qaraymiz. Bozor yurib ketdi. Yana change of character. Bu yerda order blokimiz bor edi. Ozimni qirib yuboradigan bo'lsak, bizda bu yerda order blok bor. Order blokdan sell olamiz. Sell tushamiz va yuravergan cho'tki. Bizda yana bitta order blok. Order blokka tegdi. Bu yerda boss bo'ldi. Xo'sh. Va уже blokka 2 marta touch, 3 marta touch deb boss bo'ldi. Xo'sh, bizda bloklar mana bir donagina svecha. Va tepada yana bitta order blok bor. Polniy order flow qilib olsak ham bo'ladi, bunday qilib. Hozircha blok qilib olaveramiz. Va xo'sh. Bozor polniy sell side qilibda, bozor buzib ketdi, ya'ni cho'ch bo'ldi. Men sizlarga aytgandim, bozor strukturasi o'zgaruvchan bo'ladi deb. Mana bu yerda cho'ch bo'ldi bizda. Endi biz nima qilamiz? Bloklar chizib kelib chiqamiz. Order flow tayda bu ishlagan. Hozircha mana shu yerdan buy kutamiz. Xullas, shunaqa qilib trendga to'g'ri order blok hamda order flowlar topib, o'sha yerdan buy chiqaramiz ketma-ket. Xullas, bugun 3-darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa 4-darslikda ertaga chiqaraman.
ertaga ichki struktura hamda Fibonacci indusementlarida shu yana 4 dan 5 dan darsga qilib chiqaraman.